Demak, asosiy o'zgarish bo'lgan qismi bu, demak, part 1 da, ya'ni birinchi qismi ikkita qismga ajratilgan, bilasizlar. Part 1 va part 1 da siz informal letter yozishingiz kerak bo'ladi. Informal letter yozamiz. Keyin part 1 deylik buni. Birinchi qism bir qilingan, keyin task 1 qilingan o'z aslida. Part 1 2 qilindi. Bu formal letter yozamiz, to'g'rimi? Formal letter yozamiz. Va buni darajasi informal letter asosan B1 darajaga to'g'ri keladi, ya'ni A2 B1 darajaga to'g'ri keladi. A2 B1 daraja, part 2 ya'ni o'sha formal letterimiz esa B2 darajaga to'g'ri keladi va keyingisi bor bizda part 2 yoki task 2miz bor. Task 2miz bor ekan. Bunda siz asosan blog post yozadigan bo'ldik, right? Blog post yozilyapti hozir va bu C1 darajaga to'g'ri keladi. C1 darajaga to'g'ri keladi. Okay, how many words can you write? Nechta so'z yozsak bo'ladi deydigan bo'lsangiz, demak part 1 da informal letterda asosan 50 words deyilgan, ya'ni 50 ta so'z yozishingiz mumkin. Approximately 50 words. And then part 1-2 da siz yozishingiz mumkin, tak 120 180 so'z yozishingiz mumkin formal letterda. And keyingisida esa bizga esa 180-200 so'zdan yozishingiz mumkin ekan. Endi undan ko'p yozsam bo'lmaydimi desa yozishingiz mumkin. Masalan, birinchisi 50 dan 70 ta yoki 80 tagacha ham bo'lishi mumkin. Lekin juda ham ko'p yozsangiz, juda ham nima deydi, xato qilib qo'yishingiz mumkin. O'shaning uchun mana shu normal holatda belgilangan va bilasiz, vaqtsi chegaralangan. O'shaning uchun ulgurish uchun menimcha juda ham ko'p yozib o'tirish shart emas. Xo'p, endi formal bilan informal letter haqida gaplashamiz bugun. Qanaqa qilib va o'zimiz strukturalarini yaxshilab ko'rib chiqib, bitta informal letterni yaxshilab o'zimiz birga yozib ko'ramiz sizlar bilan. Okay? So, informal letter va formal letter haqida gapiradigan bo'lsak, birinchisi informal letter kimlarga yoziladi? Asosan siz taniydigan, siz biladigan insonlarga yoziladi, to'g'rimi? Formal informal letters are written to whom you know well. Ya'ni siz yaxshi biladigan insonlarga. Masalan, ular bo'lishi mumkin friends, do'stlarimiz bo'lishi mumkin, family members, oila a'zolarimiz bo'lishi mumkin yoki a person you know well. Siz yaxshi taniydigan inson bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Xo'p, endi tone haqida gapiradigan bo'lsak, qanaqa tonda yoziladi? Odatda informal letterlar friendly va natural bo'lishi kerak. Friendly deganda xuddi do'stingizga qanaqa gapirayotgan bo'lsangiz shunga o'xshagan, ya'ni bo'ston va natural, tabiiy chiqishi kerak. Ya'ni meni xat yozishimdan maqsad shu forma qilmasdan senga mana bu narsani aytish uchun xat yozyapman degandek, ya'ni toningiz ham do'stona va natural, tabiiy chiqishi kerak bo'ladi. Xo'p, language, qanaqa tildan foydalanamiz deydigan bo'lsangiz, simple, everyday words and sometimes slang. Juda ham sodda, har kun ishlatadigan so'zlaringiz va slanglardan ham foydalanishingiz mumkin. Ya'ni slang deganda bu ko'cha so'zlaridan foydalanishingiz mumkin. Formalga o'taman. Formal lettersda qanaqa bo'ladi? Va hozir bitta sample ham ko'ramiz sizlar bilan. Yozamiz. Formalda odatda bizning asosiy maqsadimiz for official and professional reasons. Ya'ni siz rasmiy va professional sabablarga ko'ra yozasiz buni. Masalan, job ishda yozishingiz mumkin, maktab, kompaniyalarda yozishingiz mumkin. Formal letters, ya'ni formal xatlar odatda siz dan lozimi kattaroq bo'lgan, siz tanimaydigan shaxslarga nisbatan yozilishi mumkin. Va tonimiz, ya'ni qanaqa tonda yoziladi deysiz, bu odatda polite and respectful, muloyim va hurmat qilib yozishingiz kerak bo'ladi. Right? Masalan, universitet rektoriga yozadigan bo'lsangiz, unda taniysiz to'g'ri, lekin baribir ularga ham formal yozishingiz kerak. Language. Language'imiz odatda formal words and no slangs. Ya'ni rasmiy so'zlardan foydalanamiz va slanglar ishlatilmaydi. Ko'cha so'zlardan foydalanmaysiz. Masalan, rasmiy so'z deganda nima bo'lishi mumkin? Masalan, get bor, receive bor. I got your letter demasdan I received your letter deyishingiz mumkin, to'g'rimi? I received your letter, ya'ni I got your letter emas, I received your letter deyishingiz mumkin. Ya'ni receive bu ko'proq formal so'z hisoblanadi.
I'm writing to inform you deb yozishingiz mumkin, to'g'rimi? Sizga xabar berish uchun yozyapman deb. Yoki agar informal bo'lganida I'm writing to tell you deyishingiz mumkin edi. Formal desa I'm writing to inform you deb yozishingiz mumkin ekan. Xo'p, endi hozir masalan misoliga qaraydigan bo'lsak, write a message to your friend about your feelings when your weekend class was cancelled. Demak, do'stingizga xat yozishingiz kerak. Siz ya'ni guruhingiz bilan sayohatga chiqmoqchi bo'lgansiz, hafta oxirida bo'lmoqchi bo'lgan, lekin admin bo'lib ketgan va siz do'stingizga nima qilgansiz? O'sha his-tuyg'ularingizni aytib, xat yozishingiz kerak va siz suggest another activity you could do together. Write about 50 words. Bu haqiqiy examda tushadigan savolga o'xshaydi. Yo'q, examda hozir multi levelda o'zgargan, siz formal ham, informal ham yozasiz. Agar boshidan qo'shilmagan bo'lsa, qayta aytib ketaman, writing qismi o'zgargan. Demak, task 1 ni o'zi ikkitaga bo'lingan. Task 1 bir informal letter, task 1 2 formal letter yoziladi va task 2 da blog post yoziladi. Blog postni ham keyinchalik tushuntirib beraman nimaligini, okay? Xo'p, endi bu mana 50 ta so'z deb hisoblanib, demak bu informal letter hisoblanadi. Hozir shuni biz siz bilan yozib ko'ramiz, lekin yozishdan oldin yaxshilab strukturasi qanaqa bo'ladi shular haqida ham gaplashib olamiz. Endi formal letter yozsangiz ham, informal letter yozsangiz ham siz har doim greeting bilan boshlaysiz. Greeting degani bu salomlashish. Ya'ni masalan formal yozadigan bo'lsangiz, dear sir, madam deb boshlashingiz mumkin. Qadrli xonim yoki janob deb boshlashingiz mumkin, to'g'rimi? Informalda siz o'sha shaxsni bilganingiz uchun dear sir, madam hech qachon yozilmaydi. Siz informal tonda yozishingiz kerak. Ya'ni ismini aytishingiz mumkin. Dear John, dear Mary yoki dear Dilnoza qilib yoki bo'lmasam hey, hello qilib boshlashingiz mumkin va bu greeting degani salomlashish deyiladi va boshqacha qilib greetingni o'rniga agar boshqa joylarda ko'rib qolsanglar hayron qolib yurmanglar, salutation degan so'z ham ishlatiladi. Greeting bilan salutation bitta narsa. Ertaga ko'rib qolsangiz hayron qolib yurmang, nima edi bu salutation deb. Demak, ikkalasi bitta narsa ekan. Demak, birinchi bo'lib salomlashib olasiz. Va eslab qoling, dear John, hello John qilib yozganingizdan keyin ismini yozasiz va yozganingizdan keyin virgul qo'yasiz, komma qo'yasiz va bitta pastga tushamiz. Abzas tashlab, keyin esa opening paragraphdan boshlaysiz. Opening paragraph nima u deydigan bo'lsangiz, bu ochib beruvchi qism. Siz masalan opening paragraphda salomlashishingiz mumkin, o'sha odamning hol-ahvolini so'rashingiz mumkin yoki qo'shimcha nima deydi, seni xatingni olganimdan xursandman degan qanaqadir kirish so'z bilan boshlaysiz. Masalan, bu yerda yozilgan it is nice to hear from you and I'm happy to answer your questions. Sendan xabar olganimdan xursandman va seni savollaringga javob berishdan ham xursandman deb yozilyapti. Yoki aytishingiz mumkin, ahvol-ahvolini so'rashingiz mumkin. Masalan, how are you? What's up? How are things going with you? Sen bilan ishlaring qalay ketyapti? Degandek qilib hol-ahvol so'rashingiz ham mumkin shu yerda. Okay? Xo'p, hol-ahvol so'rab bo'ldik. Keyin nima qilasiz? Undan keyin siz main paragrafga o'tasiz. Main paragraph degani asosiy qism. Asosiy qismingiz bitta bo'lishi mumkin. Endi qarang, sizlar bitta yozasizlar. Sababi o'zi 50 tagina so'z deyilgan. Shuning uchun ko'p yozish kerak emas. Bu yoqda ko'p ketgan, lekin men hozir boshqa yerda o'zim yozib ko'rsataman. Siz qisqa yozishingiz kerak, chunki 50 ta so'z deb aytilgan sizga. Bu yerda adashmasam 100 ga yaqin so'z bor. Xo'p, main paragrafda siz savollarga javob berishingiz kerak. Masalan, bitta savol bo'lsa, bitta savoliga, ikkita savol bo'lsa, ikkita savoliga javob berasiz. Bo'ldi, savolga javob berdik. Keyin bizda keladi closing paragraph degan joyga kelamiz. Closing paragraph bu yakunlovchi qism. Siz bu paragrafda xayrlashishingiz mumkin. Masalan, well, mana o'ziga qaraydigan bo'lsangiz, well, I have to go now. Hozir ketadigan vaqtim bo'ldi. Let me know about your favorite show too. Seni yaxshi ko'radigan showing haqida ham menga aytib ber deb xat tugatilyapti. Keyin closing paragraph misollarini ham qayta pastda ko'rib chiqamiz yana boshqa so'zlarini. Goodbye deb xayrlashingiz mumkin. Ya'ni goodbye qismiga siz best wishes yoki best love, lots of love, hugs qilib xohlagan o'zingizga yoki best wishes deganimiz yaxshiroq. Shunday qilib o'zingiz xohlagan bitta variantingizni yozasiz va
oxirida signature degan joyga siz o'zingizni ismingizni yozib qo'yasiz va best wishes degandan keyin best yoki love degan so'zlaringizdan albatta vergul qo'yib keyin pastdan ismingizni yozishingiz kerak bo'ladi. Okay? Xo'p, strukturasi tushunarli bo'ldimi shu yergacha? Is it clear so far? Men bu yoqda yozay sizlarga. Is it clear? Tushunarli bo'ldimi? Strukturasi. Ha deyishibdi. Qo'yganlar. Yes. Boshdan qo'yib yuboring. Yes. Great. Yes. Zo'r. Bo'lmasam sekin endi qanaqa so'zlarni ishlatsangiz bo'ladi, shularni ko'rib chiqamiz. Okay? So, qanaqa so'zlar ishlasak bo'ladi? Birinchisi greeting dediga salutation. Ya'ni salomlashishda qanaqa so'zlardan foydalansangiz bo'ladi degan joyiga siz masalan hi, hello, dear, greetings deb boshlashingiz mumkin. Oddiygina qilib hi there deb ismini yozib ketsangiz ham bo'ladi. Hi there ismini yozmaysiz ikkinchisida. Hi there yetadi o'zi. Hi deb masalan ismini yozishingiz mumkin. Hello Claire. O'sha Dennis Claire degan so'zlar o'rniga siz o'zingizga yoqqan so'zni qo'yasiz. Ismni so'zni emas, o'zim adashib ketdim. Ismni qo'yasiz. Ya'ni o'sha kimga yozayotgan bo'lsangiz, o'sha shaxsni ismini qo'yishingiz mumkin. Hi Dennis, hello Claire, dear mom masalan oyingizga yozayotgan bo'lsangiz yoki ismini yozmasdan greetings yoki hi there deb boshlasangiz ham bo'ladi. Ismini yozib o'tirmasdan bunaqa holatda boshlasangiz ham bo'ladi. Keyingisi eslab qoling, use the person's first name. Ismni yozasiz, familiya emas, informal letter yozyapsiz. Eslab qoling, siz ism yozasiz, familiya yozilmaydi. Ya'ni dear yoki hi, Ilhom va qilib familiya yozilmaydi. Okay? Keyin ismini yozganingizdan keyin siz keyin virgul qo'yasiz. Keyin virgul qo'yamiz. Okay? Then you should put a comma. Okay? Keyin yana aytdim, dear sir madam deb yozmang, mana yozilgan. Dear sir madam yozilmaydi, sababi bu formalga kirib ketadi bo'lmasa. O'shaning uchun dear sir madamni yozmaysiz. Keyin esa opening paragrafga o'tasiz, ya'ni ochib beruvchi paragrafda qanaqa so'zlar yozsangiz bo'ladi. Boya aytdik, bunda siz hol-ahvol so'rashingiz mumkin. Ya'ni buni qisqa yozsangiz yetarli, ya'ni keep it friendly and short kelgan. Qisqa va do'stona qilib yozasiz. Masalan, ikkita at most 2 or 3 words, sentences. Ko'pi bilan at least emas, at most deyilgan. Ko'pi bilan 3ta so'z yozsak, 3ta gap yozsak yetadi. Masalan, how are you? How are things going? yoki I'm happy that you entered university. Unisiga kiribsan, bundan xursandman deb ozgina bir qanaqadir yangilikni ham qo'shib ketishingiz mumkin. So, keyin esa bundan ham foydalanishingiz mumkin. How are you? Qalaysan? What's up? Bu ham ishlaring qalay degani, endi ko'proq hammasi informalda ishlatiladi. Xo'p, keyingisi how are you doing? Bu ham ishlaring qalay? Hope you are doing well. O'ylaymanki senda hammasi yaxshi. How is it going? Qalay, yaxshimi? Yoki bo'lmasam how are you doing? yoki how are things going? Bu ham hammasi ishlaring qalay deb mana shulardan bittasidan foydalansangiz bo'ladi. Hammasidan emas, bittasidan foydalanasiz, chunki ma'nosi bir xil bo'ladi deyarli. Yoki bo'lmasam undan keyin yana yozishingiz mumkin, ozgina qilib. It is nice to hear from you. Sandan xabar olganimdan xursandman. Great to hear from you. Good to hear from you. Sandan xabar olganimdan xursandman. Xohlagan bittasini olishingiz mumkin. Yoki it is nice to read your letter deb aytishingiz mumkin. Masalan, uni xatini o'qigan bo'lgandek, xuddi seni xatingni o'qiganingdan xursandman. Yoki it is great, it's good to read your letter deb mana shulardan bittasini olsangiz bo'ladi. Okay? Yoki bo'lmasam I'm glad to hear your news. Seni xabaringni bu ham bo'ladi. Kimdir yozdi, menimcha ismingizni bilmay qoldi. Hop, I am glad to hear your news deganingiz, demak, seni yangilikingni o'qiganimdan xursandman. I'm excited about your news deyishingiz mumkin. Seni yangiligingdan xursandman. Xohlagan bittasidan foydalansangiz bo'ladi. Yoki it is great to hear that desangiz ham bo'ladi, lekin bundan keyin siz egalik kesimli qilib gap yozishingiz kerak. Masalan, it is great to hear that you graduated from university. Sana universitetni bitirganingdan xursandman deb yozishingiz mumkin. Ovozim yaxshimi deyishibdi. Ovoz qanaqa? Qotib qoldingiz deyishibdi. Qotdimmi?
Vashshi zo'r deyishibdi-yu. Yaxshi. Zo'r deyishibdi. Great. Xo'p, deb yozishingiz mumkin yoki I'm sorry to hear that. Agar qanaqadir yomon xabar eshitgan bo'lsa, bunaqa yozishingiz ham mumkin. Masalan, I'm sorry to hear that your dog passed away. Masalan, kuchiga o'tib qopti, buni eshitganimdan xafaman deb, masalan, WhatsApp homie. Informal letterlarda menimcha yozsangiz bo'ladi, noto'g'ri demayman, lekin sefar yoki nimalarda men uncha ko'rmagan ekan WhatsApp homie. Bu juda ham slishkom informal. Lekin yozsangiz bo'ladi, chunki baribir informal bo'lgandan keyin informal yozsa bo'ladi. Okay. Endi esa keyingisiga o'tamiz. Demak, aytdim, bularning hammasi opening paragrafda yoziladi. Undan tashqari yana yozishingiz mumkin. I'm really sorry to read your news. Xatingni, yangiligingni o'qiganimdan xafaman. Masalan, yomon narsa eshitgan bo'lsangiz, afsusdaman deb yozishingiz mumkin. Yoki thanks a lot for writing. Yozganing uchun rahmat. It was good to receive your letter. Xatingni olganimdan xursandman. Yaxshi bo'ldi. Yoki thank you very much for your letter. Xating uchun rahmat deb mana shulardan bittasidan foydalansangiz bo'ladi. Xo'p, endi opening paragrafimiz ketdi. Undan keyin siz body paragraf yozishingiz kerak. Body paragraf nima deysiz? Bu asosiy qism, ya'ni bunda siz savollarga javob yozasiz. Masalan, sizda asosiy mavzusida savol beriladi-ku, o'shanga javob yozib ketasiz. Hozir buni yana ko'ramiz. Xo'p, masalan, body paragrafda write a short paragraph that answers every part of the question. Har bitta savoliga javob beradigan body paragraf yozasiz. Endi bunda siz yozishingiz mumkin bo'lgan, foydalanishingiz mumkin bo'lgan iboralar, ya'ni qat'iy foydalanishingiz mumkin bo'lgan iboralar yo'q. Sababi buni siz o'zingizda yozishingiz kerak. O'shaning uchun yozilgan add personal details, experiences, feelings and a few questions to make your writing sound more natural and friendly. Ya'ni sizni xatingizni yanada tabiiyroq va do'stona qilib ko'rsatib berish uchun o'zingizning his-tuyg'ularingizdan, personal details, shaxsiy ma'lumotlaringizdan foydalanishingiz mumkin ekan. Bularni yana ko'rib chiqamiz. Sal shoshmay turasizlar faqat uni uchun, okay? Keyin undan keyin bizda keladi closing paragraph. Xayrlashadigan qismimiz keladi. Unda siz yozishingiz mumkin, well, it's time to say goodbye. Xayrlashadigan vaqtimiz keldi. Anyway, I have to go now. Mayli, endi ketishim kerak. Well, it's time to go. Ketadigan vaqtim bo'ldi. Anyway, gotta go. Ketishim kerak. Hope to hear from you soon. Umid qilaman tez orada sendan xabar olaman. I really hope to hear from you soon. Tez orada sendan xabar olaman degan umiddaman. I'm looking forward to hearing from you. Bu ham xuddi shunaqa. I hope you write back soon. Tez orada yozasan degan umiddaman. Make sure you write back soon. Tez orada yoz. Write back soon. Tez orada yoz. Mana shulardan bittasidan foydalansangiz bo'ladi. Bular ham friendly and polite hisoblanadi. Ya'ni do'stona va muloyim. Undan keyin siz goodbye qismida, xayrlashuv qismingizda yozishingiz mumkin. Best wishes. Hurmat bilan hammasi. Best, take care, sog' bo'l, all my love, lots of love, see you soon, regards, all the best, bye for now, hugs qilib, xohlagan bittasidan foydalanishingiz mumkin. Endi hugs degani ko'p seni quchoqlab qolaman deganda, endi bu nima deydi, sal seryozniyroq odam bo'ladigan bo'lsa, hugs emas, masalan, best wishes qilganingiz yaxshiroq, best see you soon deganlarimiz menimcha yaxshiroq tushadi. Hugs ko'proq ota-onamiz yoki nima deydi, o'rtog'imiz bo'lsa yozishimiz mumkin. Xo'p, keyingisi asosiy qoidalarimiz, ya'ni maslahatlar deymiz, main tips for writing informal letters. Xo'p, birinchisi read the question careful. Har doim savolni yaxshilab o'qib oling. Know who you are writing to and why. Nimaga yozyapsiz, kimga yozyapsiz, buni bilishingiz kerak. Keyingisi use contractions deyilgan. Use contractions, ya'ni siz qisqartmalardan foydalanishingiz kerak. Bunda bemalol foydalansangiz bo'ladi. Masalan, I can't, I didn't, haven't qilib bemalol qisqartmalardan foydalanib yozsangiz bo'ladi. Keyingisi keep your tone friendly and natural. Har doim tonni tabiiy va do'stona qilib yozishingiz kerak. Like you are talking to your friends. Ya'ni do'stingizga yozayotgandek xuddi. Add a personal touch. Share your feelings, opinions or small details. Ya'ni o'zingizni shaxsiy ma'lumotlaringizni shaxsiy qilib yozishingiz kerak. O'zingiz haqida ma'lumot yozishingiz mumkin, hol-ahvolingizni aytib ketishingiz mumkin. Xuddi shunaqa qilib, demak, o'zingiz haqingizda, o'zingiz fikringizni yozasiz bunda. Keyingisi use linking words deyilgan, ya'ni
kirish so'zlardan foydalanamiz. Ya'ni gapni bir-biriga bog'laydigan so'zlardan foydalanishingiz kerak. Bu ham informal variantlari. Masalan, anyway, okay, by the way aytgancha, anyway, okay, mayli bo'ldi deganday. Actually, aslida degani. Okay, guess what deganimiz bor. U topchi degani, xuddi qanaqadir qizil yangilik, qanaqadir yangilik aytayotganda bunda ishlatasiz. What? Masalan, xuddi savol topchi nima bo'ldi deganday narsa. Masalan, guess what? Siz aytasiz. I entered university. Men institutga kirdim. Deb qanaqadir yaxshi xabar bo'lishingiz mumkin. Yoki you know what? Bilasanmi deganda. You know what? I'm not gonna, masalan, I'm not going there. Bilasanmi, men o'tga bormayapman deb xuddi shunaqa informal tone qilib yozishimiz mumkin ekan. Keyingisi esa don't use formal phrases like I'm writing to inform you. Ya'ni formal, ya'ni rasmiy so'zlardan foydalanmaymiz. Norasmiy qilib xuddi do'stingiz yozayotganda yozaverasiz. Okay? Keyingisi mix short and long sentences to make your writing flow naturally. Siz qisqa va uzunroq gaplardan foydalanib, ya'ni aralash qilib yozsangiz bo'ladi. Faqatgina hamma juda ham qisqa bo'lib ketmasligi kerak. Uzunroq, ya'ni compound sentence, ya'ni qo'shma gaplardan ham foydalansak bo'ladi. Hozir buni ko'rsatib beraman o'zim. Keyin oxirgisi esa ask questions to keep it friendly. So, what have you been up to lately? Oxirgi paytlarda nimalar bilan mashg'ulsan? Yoki do you still live in London? Hali ham Londondamisan? Yoki what do you think about it? Sen bu haqida nima deb o'ylaysan? Degandek qilib savol ham so'rashingiz mumkin ekan. So, endi esa keyingisiga o'tamiz. Tak, keyingisi and warmly, ya'ni iliq qilib tugatamiz, ya'ni do'stona qilib tugatamiz. Masalan, take care, love, best, see you soon qilib tugatishingiz mumkin. Ko'rishguncha qilib va albatta yozib bo'lganingizdan keyin yaxshilab grammatikangizni va spelling so'zlaringizni tekshirib oling. Lekin informal bo'lgani bilan ham baribir sizning xatingiz to'g'ri bo'lishi kerak, chunki bu ham baholanadi. That is why informal writing should still be correct. Bu ham baribir to'g'ri bo'lishi kerak. Ya'ni so'zlarni yozishda xato qilmadingizmi, grammatikangizda xato yo'qmi, shularni bir ko'rib chiqishingiz kerak bo'ladi. Demak, savoli: You are a member of a fitness club. You received an email from the manager of the club. Demak, siz fitness klubini a'zosisiz va sizga fitness klubini, demak, menejeri sizga xat yubordi. Email oldingiz o'sha menejerdan va emailda aytilyapti. Dear member, xuddi shunaqa qilib birinchi sizga tushuntiriladi vazifasi. I'm sorry to inform you that the fitness center is closing for a month from next Monday. Demak, keyingi dushanbadan fitness klubimiz yopilyapti bir oyga. The building needs some repairs and we also plan to install some new equipment. Chunki dedi binoni ta'mirlash kerak va yangi jihozlar qo'yishimiz kerak. Ya'ni o'shani qo'yishni reja qilyapmiz, deyapti. What else do you think should be changed? Nimalarni o'zgartirish kerak deb o'ylaysiz? Deb fikrini so'ragan. As the center will not be operating for a month, what kind of alternative activities should we organize in the meantime? Demak, sentrimiz bir oyga ishlamayotganligi sababli qanaqa biz boshqa mashg'ulotlarni ham tashkil qilsak bo'ladi deb fikr so'ragan. We appreciate your opinion very much. Sizni fikringizni biz juda ham qadrlaymiz deb aytyapti. Demak, siz bunga fikr berishingiz kerak va sizga vazifa berilgan. Demak, vazifasida aytyapti, write a letter to your friend who is also member of the club. Do'stingiz ham o'sha klubning a'zosiz, do'stingizga xat yozasiz. Write about your feelings and what you thought management should do about the situation. O'zingizni qanday his qilayotgan, mana o'zingizni qanday his qilayotganingizni deganimiz mana bu birinchi savol. This is the first question. Mana bunaqa belgilab, yo'q, to'xtang. Qora qilmaylik, boshqatdan belgilamabdi. Buni sarf qilaman. Mana bu birinchi savol. Demak, bu question 1 deb qo'yaman buni. Question 1. Sizdan birinchi savol so'raldi. Mana. Xo'p. Endi and what do you think the club management should do about the situation? Ya'ni nima qilish kerak, qanaqa taklif berasiz deganimiz bu question 2 bo'ladi. Ya'ni ikkinchi savolimiz hisoblanadi. Bu ikkinchi savol. Demak, bizda ikkita savolga javob berishimiz kerak ekan. Tushunarli? Demak, asosiy qismda biz ikkita savolga javob beramiz. We have to answer these two questions. So I'm going to change its color.
So mana bu ikkinchi savolimiz bo'ladi. So buni saqladim. So let's move on. Demak biz 50 ta so'z yozishimiz kerak. Endi esa bo'lmasam sekin yozishni boshlaymiz. Demak, boya aytdim, birinchi you have to write a greeting dedim. Salomlashishdan boshlashimiz kerak. Demak, men yozishim mumkin. Masalan, hello, hi, greetings deb ham yozishingiz mumkin yoki hi there deyishingiz mumkin. Xohlagan yozsangiz bo'ladi. Masalan, hello deylik, oddiy. Hello Jane. Masalan, Jane'ga yozyapsiz. Nima qanaqa ism yozishim mumkin desa, xohlagan ism yozishingiz mumkin. Jane qilishingiz mumkin, Dilnoza qilishingiz mumkin. The name is not important. Ism muhim emas, yozsangiz bo'ldi. Ism yozdim va nima qo'ydim? Hamidga mana qizil qilib qo'yaman buni ham. Vergul qo'ydim. Nimaga qo'ydim? Sababi boya aytdik. Demak, siz vergul qo'yishingiz kerak. Buni o'chirib olaylik. Mana vergul qo'ydik va bitta tushaman. Endi opening paragraf yozishim kerak. Demak, men yozib ketaman. Hello Jane deganimiz bu greeting bo'ldi yozdim. Mana belgilab ham ketaveraylik birgalikda. Greeting yozildi. Greeting qismimiz ketdi. Endi ketdi. Greetingdan keyin yozishimiz kerak opening paragraph. Masalan, how are you deyishingiz mumkin. How are things going with you yoki how are you doing deb xol-ahvol so'rashingiz mumkin. How are you yoki how are things mana yozamiz. How are things going with you masalan yozishim mumkin. Ishlaring qalay? How are things going with you? Ishlaring yaxshi ketyaptimi? deb yozdim. Endi savol yozishim mumkin. Masalan, ko'rdingiz boya klub yopilayotganligi haqida yozilgandi, to'g'rimi? O'sha klub yopilganligini eshitdingmi degandek masalan savol berishingiz mumkin. Right? Masalan, have you yozishimiz mumkin. Have you heard that the fitness club is going to be closed. Yopilyapti. Closing for a month. Yeah. Okay. Is closing deya qolaylik. Is cho'zilib ketadi. O'z ko'paytirib yuboraman bo'lsam. Is closing for a whole month. Mana. To'liq bir oyga yopilyapti deb yozdik. Masalan, have you heard that the fitness club is closing for a whole month? Bir oyga to'liq yopilyapti deb yozdik. Endi qarang, bu bo'ldi bizda opening paragraph bo'ldi. Ya'ni ochib beruvchi qismni yozdik. Opening par deb qo'yaman. Demak, bizda bo'ldi bu opening paragraph. Just a minute. Demak, kirish qismini ham yozib oldik, right? So, mana bitta boshqacha qilib belgilaymiz, sababi hammaga tushunarli bo'lishi uchun. This is greeting. This is an opening paragraph. So, endi bo'ldi. Xo'p, opening paragraph bo'ldi. Endi biza asosiy qismga o'tishimiz kerak. Asosiy qismda bizga ikkita savol berilgan edi. Birinchisi, express your feelings deyilgan, o'zingizni his-tuyg'ularingizni bildirishingiz kerak deyilgan edi. Ikkinchisida esa suggestion, taklif berishimiz kerak. Nima qilish mumkin degan savol berilganda, ya'ni klub yonimizda bo'ladi degan savol berilgan. Demak, o'sha ikkalasini yozishimiz kerak. Shotgacha tushunarlimi? Is it clear so far? Shuni yozib yuboringlar, ya'ni o'zim bilan o'zim gapirib o'tirgan bo'lmang. Is this clear? Yes deyishibdi. Okay. Opening paragraph yozdik va undan keyin yozishingiz mumkin. Masalan, qanaqa his qilganimizni I was really, masalan, very yoki disappointed. Juda ham xafa bo'ldim. Disappointed deysiz mumkin yoki unhappy deyishingiz mumkin, upset deyishingiz mumkin. Xohlagan bittasini yozsangiz bo'ladi. Xafa bo'ldim. Right? Bittasini olaylik va so'zini sanashimiz kerak chunki. Masalan, I was really disappointed. Juda ham xafa bo'ldim because I go there after work every single day. Desak bo'ladi, masalan.
Demak, I was really disappointed because I go there after work every single day. Men juda ham xafa bo'ldim, chunki men u yerga har kuni ishdan keyin boraman. Every single day degani bu har kuni deb juda ham ta'kidlab aytuvchi ishlatiladi. Every single day. Mana bu bo'ldi question 1. Ya'ni biz birinchi savolga javob berdik o'zi. Qanaqa his qilayotganimizni aytdik o'zimizni. This is question 1. This is question 1. Okay. Xo'p, endi ketdi. Question 1 ni ham yozdik. Undan keyin taklif ber deb aytilgan ekan. Xo'p, endi biz ular nima qilishini yozsak bo'ladi. I think tak every single day dedik. Ozgina qo'shsam ekan, hozir qisqa qilib yozib ko'raylikchi, mayli. I think the management, ya'ni o'sha management nima qilish kerak? Maslahat berasiz, to'g'rimi? Maslahat berayotganingiz, suggestion berayotganingiz uchun siz should dan foydalansangiz bo'ladi, to'g'rimi? Should masalan organize tashkil qilsa bo'ladi. More nima desak bo'ladi? More workouts and outdoor activities desak bo'ladi. Masalan, demak, menimcha management yana ham ko'proq mashg'ulotlar va outdoor activities degani, yana ham outdoor activitieslar, ya'ni ko'chada qilinadigan, tashqarida bajariladigan nimalarni yaxshi bo'lardi agarda qo'shganida, mashg'ulotlarni qo'shganida yaxshi bo'lardi. Masalan, aytamiz shu yerda so that we can be nima desak bo'ladi? Much healthier. Yana ham sog'lom bo'lardik desak, we can so that we can be much healthier. Yana ham sog'lom bo'lgan bo'lardik desak, o'sha ikkinchi savolga ham javob berdim. Question 2 ga ham javob berdim. Men nima qilish kerakligini yozib o'tdik o'sha. Qanaqa suggestion berishimizni yozdik. Yoki aytishimiz mumkin so that we can be more demasdan while the repairs are going on desak ham bo'ladi. Masalan, ta'mirlash davom etayotgan paytida, ta'mirlashayotganda, demak ular shu aktivitalarni tashkil qilishlari mumkin, mashg'ulotlarni tashkil qilishlari mumkin deb yozsak bo'lar ekan. Bo'ldi, tugadi, asosiy qismni ham yozib bo'ldim. Va endi nima qilamiz? Xayrlashishimiz kerak. Masalan, aytsak bo'ladi. What do you think? O'zini fikrini so'rasangiz bo'ladi. What do you think? Sen nima deb o'ylaysan? What do you think? Sani fikring nima deb, uni fikrini do'stingizga yozayotganligingiz uchun do'stingizning fikrini so'raysiz bo'ladi. What do you think? Write back soon. Tez orada menga yoz deb, write back soon. Demak, bunimiz closing bo'ldi. Yakunlovchi qism ham yozdik. Closing yozdik. Right? Closing yozdik. Bo'ldi va endi goodbye partini xayrlashuv qismini yozishimiz mumkin. Masalan, best yoki best wishes virgul qo'yamiz. Masalan, Nuriya, right? Siz yozasiz, bo'ldi. Best wishes Nuriya, right? Bo'ldi, tugadi. Xatimiz shu bilan tugadi. So, demak mana buni saying goodbye deyman yoki buni sign off ham deyishadi. Sign off qismi ham deyiladi, chiqish qismi. Saying goodbye ma sign off desak ham bo'ladi. Agar tushunmasangiz mayli saying goodbye deb qo'ya qolaman. Saying goodbye. Mana xayrlashuv qismimiz. Bo'ldi, shotgacha. Endi tekshiramiz. Tak, shotgacha tushunarlimi? O'sha bo'ldi, tugadi. Menimcha 5 minutda yozdik-a. 5 minutcha vaqtimiz ketdi. Is this clear? Tushunarlimi? 61 word. Imtihonga kirganda 61 words nechta so'z yozganingiz sanab yozib chiqmang yana. U yozilmaydi.